Opa kim u? Yangi shogirdim. Asa mehnatkash, odobli qiz ekan. Ay, onasini ham kim qo'ygan bu yerga eshikni? Balaka. Muhabbatni birinchisi. Kim opa? U ham shogirdim, lekin u bo'lmaydi. Nimaga? Mana qara, xayolingga ham keltirma. Zaharligini qara buni. Nima zahar qizi to'ydan keyin bosiladi. Yo'limga sola olaman bittada. Anni qara, уже tikib zakazlayapti. Qo'li ham kelishib qolgan. Bo'pti. Endi mana buni qara. Paypoq tikishni bilmaydi даже. Paypoqni 2000 boshqa sotib olaman. Soatdan qo'shib beraymi yana? Pishirgan salati bilan ovqatini qara, biram pazanni qatdan topasan ham bunaqa qizlar. Buni qara. Qo'li ko'tiga yopishgan, bitta tuxumni yuplab qovurolmaydi. O'zi birak tuxum ekan. Paloqda bo'lsa kerak. Opa, eshik ochinglar. Bir paytda keldimizmi? Bir soatdan beri turibsiz-ku. Ochmayapti-da, opam. Ha, opam nima dedilar? Opam buxanka oldi dedilar. Buxanka nima qilasiz? Mana patr bor ekan-ku. Keyin semechka ham olgin dedilar. Mana fislashga bor-ku. Qizlarjonlar, birgina podpiska evaziga shuncha sovg'alarning egasi bo'lishingiz mumkin. Sharti oson. Mana obuna bo'lgan barcha homiylarga obuna bo'lasizlar. Shu videoni tagida bajardim deb kommentariy yozib, videoni 10 ta do'stingizga jo'natib qo'yasizlar. Birinchi o'ringa yangi iPhone 17, ikkinchi o'ringa 10 million so'm pul mukofoti, qolgan 5 ta o'ringa tilla taqinchoq, Hoffman brendidan texnika va 100 yil uchun naqd 4 million so'mdan turadigan uxodviy kosmetikalarni qo'yganman. Men shularni yutib uydagilarga sovg'a qilaman. Uyim-joyim deydigan qiz ekan, shunga uylanaman, boku va zo'r bo'ladi. Aytganingni qilsam bo'lar-ekan, apa. Ana, ko'rdingmi? Men senga nima degandim? Yaxshi kelinni faqat opalar tanlashi biladi.